Hop, mana ishi uchun, yanada bir sifatli chiqishi uchun biz nima ish qilamiz bu yerda? Astari saylab olib, mayli yoki cho'tkada turib chiqamiz. Ya'ni rover o'yilgan joylariga. Bu nima uchun kerak bo'ladi bizga? Bu nima uchun kerak bo'ladi bizga? MDF ikki qatlami bilan ichki qatlamini bir xil qilib olish uchun. Ya'ni tuz teggandan keyin bu yoqqa shimish darajasi ko'payadi. Hozir MDF ustida o'zini kley bo'ladi. Bu astari shimishini kamaytirib beradi. Biz astar sut chiqqanimizdan keyin buni ichi bilan buni tashqarisi bir xil holatga keladi. Undan keyin astar sutni shukurga qilganingizda juda ham ideal, plastmassaga o'xshab chiqadi mana shu oralari. Hop, astarimizni cho'tkada sul bo'lganimizdan keyin 220 ta shukurga qilamiz va MDF bilan bu joyini, rover o'yilgan joyini bir xil holatga keltirib olamiz. Undan so'ng astar sepishni davom etamiz. Bu yengil emas, faqatgina ishchi va mebelchilar uchun eslatma bo'ladi. Sepil bo'lgandan keyin mana bu holatga keladi. Ichini yanada chuqurga qilish osonroq bo'ladi bunda. Nimagaki? Holat.